Assalomu alaykum obunachilar, asalarichilarimiz, do'stlarimiz, hamkasblar. Ana bugun 15-fevral. Arlarni holatini tekshiryapmiz. Yanvarni boshida 5-4-chisllarda kandi bergan edik. Tozalab yeb qo'ygan. Urug' ko'ryapman, urug'lar bir haftada urug'dan chiqadi, yosh asalarlar. Mana qog'ozda bergan edik. Qog'oz bo'm-bo'sh. Bugun 15-chi bo'lsa, 25 kun uzoqdan 15 kun taxminan bir oyda kandini yeb bo'lgan. 3-400 grammdan bergan edim. Uchalasida mana bunisida ozgina qolibdi. 100 grammlar. Bunisini ham tozalab bo'lgan. 3-400 grammlikdan bittasida 100 gram, 150 gram kandi qolgan. Qolganini yeb bo'lgan. Demak, kelasi haftalarda yana bir marta kandi berish kerak.